Yaqinlarim, assalomu alaykum. Sizlar uchun chotki bomba uy sotib oluvchilar uchun ham, uy sotuvchilar uchun ham zo'r yengilliklar qilyapmiz. Hozir mijozlar kim bizaga? Baxtiyorbek Soliyev, O'zbegim uylari jamoasi. Men uyimni srochna sotmoqchiman deganlarga zo'r proyektni o'ylab chiqyapmiz. Ani effekt bo'lsin. Oluvchi sotuvchini tezroq uchrashtirish uchun shu uyimdan chiqyapmanmi? Borguncha informatsiyani bilib olyapman-da, sotuvchi nech pulga sotmoqchiligini xalqqa yoritib beryapmiz. Men bormasimdan uje mijozlar borib shunaqa holatlar bo'lyapti. Mana kecha bitta joyi qo'ydik. Zo'r. Uje zaklatlar ko'tarib kelishyapti, bir qismiga kelishyapmiz deyishyapti. Parvoz mahalla 15 sotilik joy to'g'risida gap bo'lyapti. Keyin Nazarbekda qo'ydik. 5 sotidan oshiq ichida basseynlari bilan. Ana ular ham zo'r, xursand ikkalovligi. Xudo xolasa bugun shu videodan keyin Bo'stonliq tumaniga hozir ketyapmiz. Mana 7-moy bugun xizmatlar bo'lsa aloqaga chiqinglar. Shaxsan siz ham uy joyingizni, domingiz bormi, dachangiz bormi, uchastkangiz bormi, reklamaga qo'ydirib, arendaga qo'ydirmoqchimisiz, kvartirani o'rnatib qo'ydirmoqchimisiz, yo'q sotmoqchimisiz? Mana tepada nomerlarim, aloqaga chiqinglar. Biz o'rtakash emasmiz, dallol emasmiz, makler emasmiz. Mana bizda mijoz bor. Shaxsan sizni dachangizga, uyingizga, mol-mulkingizga mijoz bor, puli bilan. Sizga ro'para qilib yuboramiz. Mana shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, aloqaga chiqinglar. Keyin uy-joy qidirib yurishibdi, qanaqa olaykin, qayerdan olaykin, er-xotin bo'lib olib oilaviy yurishibdi, ko'cha qidirib. Shuni ham zo'r yo'li bor. Mana sotuvchilarning o'zi kimni siz xohlagan uy kimda bor bo'lsa, sizga o'zligi aloqaga chiqishadi. Biz shunda ijtimoiy tarmoqlarda shu insonga shunaqa joydan uy kerak ekan devorsak bo'ldi. Mana shunaqa yengilliklar qilyapmiz. Biz yengillik qilib turaveraylik. Shunaqa bor shogirdlarimizni bizdan olib, o'rganib, ular ham qilib turishsin. Lekin g'oyani o'zinglar ham harakat qilinglar. Bloger, uy sotuvchi blogerlar o'rganavermanglar bizdan. Lekin o'rgansanglar ham yaxshi, hatto rahmat deb qo'yinglar. O'zi bor odamlarga yetib boradi. Men primoy efir qilsam, primoy efir qilishni boshlashadi. Men Instagram ochsam, Instagram ochishadi. Men arzon deb yozsam, arzon yozishadi. Lekin boshqalarni ustoz deb yurishadi. Unaqa bo'lmaylar deydi-yu. Sog' bo'linglar. Ketdik Fayzulloh Avazov, ketdik.